Topshiriqlarimni ishlab bo'ldim. Ishlab bo'ldingmi? Shundaq, she'rni yatlab bo'ldim. Hammasi yatlab bo'ldingmi? Shundaq, hammasini yatlab bo'ldim. Ishonmayapsanmi? Sen bek aqlliqchimi aka? Shuncha uzun she'rni birdan yatlab bo'libsan. Singlim, qiyin ish yo'q olamda, ko'ngil qo'ygan odamga debdikan. Men har qancha ko'ngil qo'ysam, bu dars qallamga faqat tushmayotdi. Yatlab bo'lgan she'rlarni unutib qo'yapman. Demakki, asli tutish qobiliyatim senikidek kuchli emas ekan. Undaq dema singlim, zehningni yig'ib o'qisang, senmi tezli yatlay olasan. Diqqatimni shuncha markazlashtirib o'qisam bo'lmayotdi. Sen nimishqa shuncha tez yatlay olaysan? Men nimishqa yatlay olmayman? Tozumu. Fatima, sen menda qizg'anyapsan? Bunda qilsang gunoh bo'ladi-jimi? Aka, sen nima deyapsan? Men nimishqa senga qizg'anay? Men sening aqlli ishkaligini, o'zimning sana yetmaydiganligimni deb baxtim. Shuningga gunoh bo'lamdi? Shunda gunoh bo'ladi singlim. Chunki dinimiz insonlarni qizg'anchiqlik, ko'ralmaslik va hasad qilishdan to'sqan. Men seningni qizg'anmagan tursam, men faqat Fatima, men sana aniq tushuntirolmagan o'xshayman. Eng yaxshisi buni buvam tushuntirib qo'ysin. To'g'ri deysan singlim. Bu masalani buvam yaxshi tushuntirib qo'ya oladi. Yuramsa, buvamning aniq kiraydi. Alaykum assalom bolarim. Xudoga shukr. Qani kelinglar. Bova, qizg'anchiqlik degan nima? Bolarim, qizg'anchiqlik Alloh taolo cheklagan nachar odatlarning biri. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ummatini qizg'anchiqlikdan to'sqan. Buva, undaqda birovning qizg'anchiqlik qilgan yoki qilmaganligini qanday belgili bo'ldi? Savolingni aniqroq degina qizim. Buva, Fatimani demoqchi bo'lgani shuki, bayman topshiriqlarimni ishlab, she'rni birdamda yatlab bo'ldim. Lekin o shuncha tirishgan bo'lsa-mu, faqat yatlay olmay, bakmi qiynalib ketdi. Shuning bilan u mening she'rni tezlikda yatlab olganligimdan bakmi hayron bo'lib, menga nima uchun meni shuncha tez yatlay olganligimni, o'zining shuncha zehn qo'ysa-mu, faqat yatlay olmayotganligini aytdi. Shunga men uningga bundaq o'ylashning qizg'anchiqlik bo'lganligini aytgan edim. Qizim Fatima, sen akangning asl tutish qobiliyatining tovanlab, u qobiliyatning faqat o'zingdili bo'lishini o'yladingmi? Yaqay buva, shundaqmi o'ylarmanmi? Undaqda bu qizg'anchiqlikka kirmaydi qizim. Sen faqat akangning aqlli ekanligiga hayron qolsan, lekin uningdan qizg'anmabsan. Agar sen akangdagi qobiliyatning akangda bo'lmay, faqat o'zingdili bo'lishini orzu qilgan bo'lsang, u qizg'anchiqlik hisoblanadi. Dinimiz mana bu xildagi qizg'anchiqlikni cheklagan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hasad, ya'ni qizg'anchiqlikdan saqlaninglar. Chunki qizg'anchiqlik yaxshiliklarni xuddi o'tinni yalmab ko'ydirib etgandek yo'q qilib etadi degan. Lekin dinimizda cheklanmagan qizg'anchiqlikmi bor? Bova, u qanday qizg'anchiqlik? Dinimizda cheklanmagan qizg'anchiqlik haqida Payg'ambar alayhissalom mundaq degan. Mundaq ikki xil odamga qizg'anchiqlik qilsanglar bo'ladi. Ularning biri Allah Taala ata qilgan mol dunyoni o'rinliq yerga sarf qilgan kishi. Yana biri Allah Taala nozil qilgan Qur'oni Karim bo'yicha hukm qilgan va ularni boshqalarga o'rgatgan kishi. Bolarim, agar sizlar yaxshi xislatlik bir odamni ko'rib, shu xislatning o'zinglardimi bo'lishini orzu qilsanglar, bu yaxshi. Lekin ularga hasad qilib silishdan saqlanish uchun ichinglarda Bismillahi maşallah, la quvvata illa billah desanglar, hasaddan saqlanib qola olaysizlar. Buva, dinimiz haqiqatan ulug' din ekan. O'zimizni tuzashga buyurib qolmasdan, yana boshqalarga qanday muomala qilishni o'rgatadi ekan. Alloh taolaning bizga bergan ne'matlari uchun ko'plab tashakkur aytamiz. Shukri Xudoyim, shukri. Bolarim, endi payg'ambar alayhissalomning hayoti haqidagi hikoyani davomlashtiraylikmi? Shunday qilaylik, buva. Bizning Yaman qo'shinlari bilan urushqidek madorimiz yo'q. Ularning bu joyga kelishdagi maqsadi Ka'bani vayron qilishdan iborat. Senanchi bo'lganda qanday qilishimiz kerak? Hozirgi oltimiz bilan Ka'bani ularning hujumidan saqlab qola olmaymiz. Ka'ba qo'ldan ketadigan bo'ldi. Biz eng yaxshisi jinimiz bilan mol-mulkimizni qo'g'dab qilish uchun hukmdorga elchi avatayli. Askarlar jinimiz mol-mulkimizga chaqilmiz. Elchilikka kim borsa muvofiq bo'l. Avval orimizdan bir hay'at saylab chiqayli. To'g'ri, shunda qilayli. Hay'at boshlig'i Abdulmutallib bo'lsin. Abdulmutallibmi? Shundaq, Abdulmutallib u orimizdagi eng peshqadam va aqlli odamlarning biri. Ham bizning qabila boshlig'imiz. Lekin u hozir hozdar, o'g'lining qorliqini tutib-otidi. Meningcha u bu vazifani qabul qilmasmikin deyman. Buningga aldirab hukm qilmayli. Boshqa birini o'ylashib baqayli. Lekin avval uning bilan so'zlashib, fikrini anglab baqayli.
Men baramdim. Sen bizning oq soqilimiz, ichimizdagi eng farosatli chechen odamsan. Bu ishning o'disidan faqat senni chiqa olaysan. Abraha qo'shinlarga qarshi qo'limizdan hech ish kelmaydi. O'g'u shu, lekin Abrahaning maqsadi bizning mollarimizni bulash emas, u Ka'bani tuzlab etmoqchi. Sen uni bizga chiqilmaslikqa qoyil qilsang-da kifoya. Bo'ladi. Lekin sizlarga bir shartim bor. Qani shartingni ayt. Men nima desam shuni qilasizlar. Ishimga aralashib olmaysizlar. Abrahaning so'ziga qarshi chiqmaysizlar. Ey Abdulmutallib, sen nima desang shuni qilamiz. Hükümdarımız sizler bilan ko'rishga qo'shildi. Qani marhamat. Talabinglarning hammasi musholama. Buningdan boshqa talabinglar yo'qmi? Shundaq, hammasi mushola. Boshqa talabimiz yo'q. Meni sizlar ulug'lab muqaddas joy deb bilgan Ka'bani yer yuzidan yo'q qilib o'tish maqsadida keldim. Lekin sizlar hozir o'zinglar muqaddas deb bilgan shu Ka'bani tashlab, jininglarni qutqizish ko'yida bo'lyapsizlar. Bu ish faqat qallamdan o'tmayotdi. Ka'baning egisi Allohdir. Allah Ka'bani sening hujumingdan qo'g'dashga qodirdir. Mening hujumimni hech kim to'sib qola olmaydi. Avlarning mol-varanlarini qaytirib beringlar. Oqsoqol, sen xotirjam bo'l. Avomning jini bilan mol-mulkiga chiqilmaymiz. Qo'shinlarim bilan attiganda shaharga kiraman. Agar kimda kim Ka'bani qo'g'dayman deb menga qarshi chiqar ekan, u chaqda hech kimni bo'sh qo'yib etmayman. Hay Quraysh, hay Makka aholisi, so'zimga obdan quloq solinglar. Yaman hukmdori bilan ko'rishib keldim. Ka'baga hujum qilmaslikni o'tingan bo'lsam-mo, talabimni rad qildi. Ka'bani tuzlab o'tish uchun keladiganligini aytdi. Shuni sizlar Tangriga duo qilinglar. Sizlarni Tangri o'z panohida saqlasin. Undaqda mol-bisotimiz bilan uylarimizni qanday qilamiz? Ka'bani vayron qilish badaliga mol-bisotinglarga cheqilmaydigan bo'ldi. Agar uningga qarshilik ko'rsatsanglar, jininglarni saqlab qololmaysizlar. Shunga hammamiz birdek shaharni bekorlab beraylik. Ha, shunda qilaylik, ketaylik, chaqqan ketaylik. Mangaylik, chaqqan ketaylik. Abdulmutallib to'g'ri. Pillarni tayyorlanglar. Neymiş bo'lyapti? Hey, uni tez tutib olinglar. Oliylari tutqunlar ichidagi Nafil ismli bir asir qechyapti. O askarlarimning qo'lidan qanday qechib ketdi? Nega ketyapti? Mahmud, Allohning nomini yod et. Allohga shukr qil. Kelarki qitimda Abrahaning Ka'baga hujum qilib qilmaganligini aytib beraman. Sabrchanlik bilan kutinglar. Ma'qulmi, bolalar?